$1000 kami yo'q bo'lishi deyapti. $1000 ga telefon olasizmi yoki Tiko olasizmi? Mana sizlarga 1998-yilda ishlab chiqarilgan Tiko. Holatlar qanaqa aka? Holatlari a'lo. Holatlari a'lo, rasxoti yo'q. 50 ming rasxoti bor ekan. Nima endi? Bizdan asoslancha yo'q qo'yadi. 50 ming uni olishadi. Xo'p, baloni yaxshi. Hadoyi qanaqa aka? Hadoylari yaxshi aka. Minilgan mashinamiz. Mana Tikochani olib yuraverasiz. Xo'p, bitta aylantirib ko'rsatamiz. Qanaqa rasxot bo'ladi endi? Aka benzin quyadi aka, benzin quyib binadi xolos. Propan, metan. Yo'q, benzin o'zida. Ha. Hamisha benzin bo'ladi. Taxminan 100 Xullas 100 kilometr uchun 5-6 ta edi. 6 ta edi. 6 ta edi. Hozirgi kunlarda. Xo'p. $1000 undan o'tib bermaysizmi? Yo'q, bo'ladigan narx. Bo'ladigan. O'zi sizga qancha tushgan? Menga o'zi 1,5 ming oshkor qo'shgan. 1,5 ming ozgincha qimmatroq tushgan. Narx tashlaganligini hisobiga, mayli ziyon bo'lsa ham, oladigan inson otlarda ko'rdik 1300-1400 larga shunaqa saslanadigan. Siz $1000 bo'larmi? Bo'ladigan narx. Misol uchun cho'ntagida $1000 puli bor, haligi kami bormi yo'qmi deb so'ramaydi, deb ko'radi, qurbez solaveradi. Bo'ldi. Nomerlar 94lik 136 02 nechi? 20. 0220. $1000 ga arzonmi, qimmatmi? Kommentariyada yozib qoldiring.